Assalomu alaykum, barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Yana kechirim so'rayman, vaqtinglarni sal oldigan bo'ldim. Men u texnik jihatdan ba'zi ishlar to'g'ri bo'lmay, undan keyin men videomi bek uzun bo'lib ketib, shuning bilan qisqacha qilish uchun yana men videoni qayta yasashdan kerak bo'ldi. Bu yerda tungi videosimda shu Sharq Turkiston qonunini chiqarish uchun yeni bir harakatga o'tishga chaqiriq qilgan edim. Bu chaqiriqimiz shu Sharq Turkistonni e'tirof qildiradigan, ya'ni Tibet va Hong Kongni e'tirof qildirish uchun ba'zi parlament a'zolari bo'libmi parlament Scott Perry degan parlament a'zosi shu Amerika prezidentini Hong Kong va Tibetni Xitoydan ayrim mustaqil davlat deb e'tirof qilishga huquq beradigan bir qonunni chiqaryapti. Loyihasini o'tirib qo'ydi. Sharq Turkistonnikini o'tirib qo'yish uchun talab qilishimiz uchun buni biz bu videoni yasavyapman. Men shaxsan necha qatim bu apandimga talab qilgan edim. Eng oxirgi qatim hatto shu haftaning ichidami odamlar bilan, xodimlar bilan tor orqali shu ilxit orqali talablarimizni yana qaytib bildirgan to'q. Ammo buningki besim bo'lish uchun, cho'ngroq yaxshi besim bo'lish uchun sizlarniki, ya'ni Sharq Turkiston xalqininki buni qo'llashinglarni, yana o'xshash chaqiriq qilishinglarni talab qilaman. Chunki bu qonunninki chiqishimi shu umumiy xalqimizniki da'voga ega chiqolganlik tufaylidan bu Uyg'ur kishilik qonunimi o'tirib qo'yildi va ijro qilindi inshaalloh. Shuning uchun men videoni qisqa qilish uchun bu qonunni qanday qilamiz? Hammadamniki ilxit adresi bor deb o'ylayman. Bo'lmasa Google'dan yoki Hotmail'dan yoki boshqa yerdan email adres ag'il bo'ladi. Email adres app bo'lib, biz mana bu descriptionda Facebook va bu YouTube'dan taqlayotadi hozir. Nimasida bor? Mana bu tushuntirish nimasida chimiq xat yozishni, mazmunni nima deb yozishni, qanday yozishni bor chiqarib qo'yganman. Hamda men ekranimizni ham ko'rolmanlarga ko'rsatib qilgandan keyin
Aziz qarindoshlar, buningki nima uchun zarur deb qaraymiz desak, hammadamga ma'lumki, bu Xitoy hokimiyati, kommunistlar bulamdi, nimasi bulamdi, bular yaqinda yiqiladi bu kommunistlar. Bu kompartiyasi yiqiladi, Tibet mustaqil bo'ladi, Hong Kong mustaqil bo'ladi va inshaalloh biz mustaqil bo'lamiz. Biz bu fursatni qo'ldan ketkizsak, biz tamamen o'zimizni o'limga hukm qilgan bo'lamiz. Kelgusimizni tamamen o'limga hukm qilgan bo'lamiz. Bizningki Xitoy demokratik Xitoyning ostida yashash va yoki boshqa bir Xitoyning ostida yashash hech qanday bir orzuyimiz yo'q. Bizning xalqimizning unda bir arzusi bo'lib baqqanimi yo'q tarixdan buyon. Hamda u yerda Uyg'urga vakillik qildim, uningga vakillik qildim deb ko'tuldaydiganlar bor. Daima shunda Xitoy shunda o'tirib qo'yib qo'ydi. Birisi yolg'onlikqa kishilik huquq niqobini kiyib chiqdi. Biz faqat avtonomiya talab qilamiz, biz faqat shu kishilik huquq insondek yashashni talab qilamiz deydi. Yana birisi uni nima musulmon niqobini kiyib, oy biz şu İslam devletini kurduk, unda kurduk, bunda kurduk. İslam devleti kurulmadıkça biz Xitoyga qarshi tursak kuchimiz yo'q, aqchi ko'pchi deb ko'tuldaydiganlar bo'ladi. Onunga biz pisand qilmay aldığımız qarab aziz qarindoshlar. Biz o'zimizning da'vosimizga chiqishimiz kerak, ega chiqishimiz kerak. Xalq ya'ni bu yerda parlament a'zolariga xat yozish, to'plan qilish oddiy bir ish. Bunu hammamiz qila olamiz. Tilimiz bo'lmasimi, tilimiz borligidan so'rab, nima yozsam bo'ladi deb so'rasaqmi bo'ladi. Tilimiz bo'lganlar xatolik bo'lsa, men xatolikni menda deyishingiz kerak, men xatolik bo'libdi deb tushuntirib qo'ysak bo'ladi. Ammo qarablam Xinjiang desimi chavakchilik versak, asonlik millat desakmi chavakchilik versak, başqa narsa desakmi chavakchilik versak to'g'ri emas aziz qarindoshlar. Buning chavakchiligiga berib mana mushkun qoldik aziz qarindoshlar. Shu necha million qarindoshlarimiz hozir kamplarda, turmalarda, lagerlarda qirilyotdi. Va 70 yilning yozi necha million qarindoshlarimiz, atalarimiz, analarimiz, balalarimiz, avlodlarimiz, bo'g'illarimiz, qarindoshlarimiz, fidoyilarimiz bu yolda can berdi. Mustaqillikdan ergiz biz vaz keçmeyimiz. Bunu biz ifadeleşimiz gerek. Bu Xitoyni yo'qotaman deyotgan kuchlarga biz ifodamizni bildirishimiz kerak. Bizningki bu Tibetliklardek davlat boshqara oladigan imkoniyatimiz, iqtidorimiz bor. Nurg'un ziyolilarimiz bor, nurg'un o'qish bilimlik adamlarimiz bor. Ular faqat hozir vaqtincha o'tirg'i chiqmayotdi. Ammo kichigin bir umid bo'lsa hammasi o'tirg'i chiqadi. Xuddi 2018-yilda biz bu qonun loyihasini o'tirib qo'ygan vaqtda ba'zi qarindoshlar, voy bu aramizdagi ba'zi kishilar, bu mumkin emas, bo'lmaydi, chiqmaydi, undoq qilmaydi, bundoq qilmaydi deb to'sqinlik qilganlar bor. To'sqinlik qilmayli. Agar sizlar haqiqatan Sharq Turkiston xalqi uchun qilchi bir foydalik yetkazman desanglar, Uyg'ur millati uchun qilchi bir foydalik yetkazman desanglar, bu hozirgi xalqaroliq vaziyatdan o'lga elib biz bu fursatni ching tutishimiz kerak. Biz qo'limiz bilan, qalamimiz bilan, bor kuchimiz bilan, og'zimiz bilan, harakatimiz bilan nada televizorda bulamdı, parlament a'zolariga bulamdı, ilxit orqali bulamdı, YouTube video orqali bulamdı, namoyish orqali bulamdı. Sharq Turkiston xalqininki mustaqillik irodasini bildirishimiz kerak xalqaroga. Amerika hukumatiga, Yevropa parlamentlarga, butun xalqaroga va dunyoga bizninki bu arzuyimizni bildirishimiz kerak. Bizninki hech bir vaqt Xitoylar bilan yashamaydiganligimizni bildirishimiz kerak. Bizninki birdan bir yolumuz mevcutluğumuzu saklap qala olaydigan, kishilik huquqimizni saklap qala olaydigan, diniy erkinligimizni saklap qala olaydigan birdan bir yolumuz mustaqillik, davlatimiz bo'lish.
Devletimiz bo'lgandan keyin bizningki kishilik huquqimiz bo'ladi, erkinlikimiz bo'ladi, diniy erkinlikimiz bo'ladi, hamma narsamiz bo'ladi. Pulimiz bo'ladi, melimiz bo'ladi, hamma narsamiz bo'ladi qarindoshlar. Bunda Abduniyazga kiravatimiz. Xitoylar nima uchun Sharq Turkistonni qo'ldan kechirib qo'ygisi yo'q? Chunki nurg'un Xitoy professorlari degandek, Sharq Turkiston Xitoyni necha yil boy qiladigan bir zaman. Hatto Xitoyni boy qilib, shunda kuchli davlat qilgan shu Sharq Turkiston. Sharq Turkistondagi boylik dunyodagi ko'pincha davlatlarda yo'q boylik aziz qarindoshlar. Bu boylikning egillari siz, men, yana bizningki kelajakdagi avlodlarimiz. Biz bu yerda kishining yurtida unda tilamchilik qiladigan, o'birchilik qiladigan, bundaq ishni qilmasligimiz kerak edi. Agar davlatimiz bo'lsa, bizningki nima ishimiz bor bu chet elda? Xalqning kishining yurtida nima ishimiz bor? Hiçbir ishimiz bo'lmaydi. Shuning uchun biz zulmni to'xtatish uchun, hem zulmni to'xtatish uchun, hem o'zimizning huquqimizni qo'lga keltirish uchun, mustaqilligimiz uchun kurash qilishimiz kerak. Mayli bir chet ellik muxbirlar biz Sharq Turkiston desa, anda deydiki, bundan nima deb qarab o'ttirsak bo'lmaydi. Tibetliklar mustaqillik desa, nima uchun muxbirlar bir narsa demaydi-ki Tibetliklarga? Hong Kongliklar mustaqillik deb chiqyapti, ular nima uchun bir narsa demaydi ekan? Ular nima uchun pul beradi ekan? Ular nima uchun yordam beradi ekan? Masala ularniki demaslik emas. Masala o'zimizda. Biz nima desak, ular media, hukumatlar hamma narsa shunda deb biladi. Biz o'zimizni Sharq Turkiston deb e'tirof qilsak, boshqalarmi bizni Sharq Turkiston deb e'tirof qiladi deb 2018-yilda bu va'dani sizlarga bergandim. Asta-asta o'zinglarni ko'ryapsan, ko'pincha yerda Sharq Turkiston deyishga boshladi va bundan keyinmi ko'proq deyish uchun biz o'zimiz deyishimiz kerak. Izoh berishimiz kerak. Agar Xitoy deb atab qo'ysa, bizniki davlatimizning ismi Xinjiang emas, biz Sharq Turkiston deb bildirsak, bu chet elliklar, mayli Amerikaliklar bo'lsin, mayli Yevropaliklar bo'lsin, mayli boshqalar bo'lsin, bizniki demokratik haqlarimizni hurmat qiladi. Chunki ularning sistem demokratiya bo'lganligi uchun. Agar bular haqiqatan demokratiyani qo'llaydigan bo'lsa, bizniki mustaqillik orzuyimizni hurmat qiladi. Shuning uchun bizniki mustaqil orzuyimizni, xalqimizningki demokratik orzusini hurmat qilishini talab qilamiz va doim chaqiriq qilishimiz kerak. Bir kun to'lab qo'yaplam, ertasi mumkin bo'lsak bo'lmaydi qarindoshlar. Bu qonunni 2 yilning yozi nurg'un suiqasd tufay bo'lib, nurg'un jafo mushaqqatlarni qilib, oxir ojiz bo'lgan taqdirda bu mushunchalik chiqara oladi. Chunki xalq, ya'ni sizlar igi chiqdinglar. Agar sizlar igi chiqmagan bo'lsanglar, 2019'daklam bu ko'milib qo'yib, o 2009'lik suiqasdmi anlanmaydi. Ya'ni shu Xinjiang deydiganlar javob kelib o'tiradi. Va Xinjiang deydiganlar yana numus qilmay Xinjiang davrati. Ammo sizlar da'voga igi chiqqanligingiz uchun Xinjiang deydiganlar Xinjiang deyilmayapti hozir degan. Yalg'onlik bo'lsa-mu va biz mustaqillik qo'llaymiz da'vatida. Bu cho'ng bir o'zgarish. Shuning uchun bu qonun chiqarish uchun biz bor kuchimiz bilan harakat qilishimiz kerak. Xat yeziverishimiz kerak, tilpin qilishimiz kerak. Bo'libmi Amerikadagilar buni sizlarningki bu majburiyatinglar. Bu qonun chiqdi deb, ojiz qonun chiqdi deb biz po'killam hamma narsani unutib qilib, xushallik bilan jimib o'tirib olsak bo'lmaydi qarindoshlar. Doim harakat qilishimiz kerak. Tam Sharq Turkiston davlatimizni asli keltirguncha Xitoy dushmanlarimizni, tajovuzchilarni Sharq Turkistonninki chegarasidan butun 1,828,418 kvadrat kilometrdan neydab chiqqanicha biz bu da'vodan voz kechmaymiz qarindoshlar. Bu xushal bo'lib jim turib olsak bo'lmaydi qarindoshlar. Düşmanga bor kuchimiz bilan zarba berishimiz kerak, bor kuchimiz bilan qarshilik qilishimiz kerak aziz qarindoshlar.
ve bar gücümüz bilen davayımızı doğru anlatışımız gerek. Taleplerimizni doğru kılışımız gerek aziz qarindoshlar. Bishkindillan men mish bulab ketmaydi o. Bir adamning ishi bilan mish bulab ketmaydi o. Ammo xalqninki kuchini sizlar o'zinglar necha qatim ko'rsatdinglar. Shuning uchun xalq yana kuchini ko'rsatish kerak. Xalq qalbi qila oladi aziz qarindoshlar. Bu yerda xalq deganim umumiy Sharq Turkiston xalqi. Bu yerda bir tashkilot chiqib, bu yerda bir nim qilib, birisi chiqib, o xalq ani qilinglar, mani qilinglar deb suiqasd qilayotganlarni demayapman. Samimiy, oddiy Sharq Turkiston xalqi chaqiriq qilyapman. Shuning uchun hammanglardan Alloh rozi bo'lsin, qilgan ishlaringlardan bo'shab ketmasliginglarni talab qilamiz qarindoshlar. Bu kichikini bir xushallik bo'lgan taqdir bilan biz yana qiladigan ishimiz nurg'un. Shuning uchun ishimizni, harakatimizni davom qilishimiz kerak. Allohdan doim tilaydiganim bütün milletimizge birlik, beraberlik, mehr muhabbet ata qilishini, xalqimizni, hammamizni meyli bilib veya ki bilmey, vatanimizga, davlatimizga, xalqimizga xiyonet qilib qilishimizdan saqlashini, bizni davoyimizni, xalqimizni, davlatimizni xoinlardan, munofiqlardan, dushmanlardan qo'g'dishini talab qilaman va tilayman va sizdan Sharq Turkiston xalqini ve Sharq Turkiston devletini Xitoy tajovuzchilarniki bu zulmdan qutqizishiga, bu ishg'oliyatidan, bu ishkenjasidan, bu qirg'inchilikdan qutuldirishiga o'z panohidan yordamchilar evatishini talab qilaman. Alloh hammanglardan rozi bo'lsin. Assalomu alaykum. Ma videoni taqib qo'yishinglarni talab qilaman. Assalomu alaykum.